Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdonlar, xudo xolasa musofirda yurganlar, yaxshi niyat qilib yurganlarga inshaalloh shunaqa markalar olib berishni nasib qilsin. Biz aytganimizdek, mashinaning narxini yerga bitta qilamiz deganda yerga tushib turib, tepaga sakrab ketib qoldi aziz obunachilar. Ko'rgili, yaxshi bo'ladi xudo xolasa, hammasi yaxshilikkadir deb o'ylaymiz-da. Aytadi-ku hali videoda. Avgust sentyabrlarga nima qilsa yaxshi bo'ladi. Akalar, mashinamizni qisqacha dangal video narxi va oylik to'lovlar qanchadan chiqish to'g'risida Shohir akamla video qilamiz. Shohir aka sotuv menejeri xudo xolasa. Bemalol pastrimli telefonsiz Shohir aka o'ziga yoki virtual raqamlarimizga operatorlarga tushishingiz mumkin. Grafiklar hisoblar tashlab berishamiz, sizga ma'qul kelgandan kelib xarid qilsizlar. Jaki ishlari Gmol sizga xudo xolasa rasrochkalarimiz ochilgan 36 oygacha bemalol olib kelsalar. Aslimada to'liq ma'lumotlar bor akalar. 26 da bordimi aka? Tasavvurlar ochiladi unga ham. 26 da aka. Ha aka. Xo'p aka, jankimishlar, motorlari 1.8 cc motor ko'pchilik yoqqan va ma'lumotlarni hamma biladi, to'g'risi narxi aka. Eski narxi 215 million 460 million so'm, yangi narxni ayting aka. Yangi narxi 226 million 233 ming so'm. Mana shu narx bo'yicha bemalol kelishadi, xarid qilishadi va eng granlisi akalar necha oygacha rasrochka bor? Necha yilgacha? Rasrochkamiz boshlang'ich to'lovlarga qadar. Yildan 3 yilgacha, 12 oydan 36 oygacha tartiblar qanday bo'ladi Shohir aka shunda? 30% boshlang'ich to'lov qilsa necha oyga chiqadi? Misol 30% boshlang'ich to'lov qiladigan bo'lsalar, 1 yil muddatga chiqadi, ya'ni 12 oy muddatga chiqadi. 40% to'lov qilsa, 40% qiladigan 18 oy. 50% to'lov qiladigan bo'lsa, 24 oy va 28 oy. Ya'ni 24 oy, 28 oy. moliyalashtirish baribir bilasiz, hozir bank orqali agar 24 oyga bo'ladigan bo'lsa, banklarda farq qiladi, shuni hisobiga siz nechinchi yil olishingizga qarab turib hisob-kitob qilib berishadi. Agar 28 oy bo'ladigan bo'lsa, kapital bank orqali. Tushunarli. 70% bilanchi. 70%ga arenda 36 oyga chiqadi. Gap yo'q akalar, xudo xolasa mana shu to'lovlar asosida olib chiqasiz bilan hisoblab beramizmi? Albatta. Boshlang'ich masalan 30% qancha ketadi? Bitta hisoblab bering. Hozir hisoblaymiz. Altmış 7 milyon 869 ming so'm, 870 ming so'm. Pili sug'urta puli ham bor, ha? Pili sug'urta puli bor. Sug'urta puli bo'ladi. Sug'urta puli juda chiqmaydi, ya'ni chiqsa 2 million yaqin holatda chiqadi. 2 million yaqin atrof. Bormaydi 2 million. 1,5 milliondan pastda qoladi. Shunaqa. Endi 70 millionni bu yoqni olishadi hisobda. Shunday aka, 70 million so'm pul bilan keladigan bo'lsa, yana bemalol 12 oyga rasroch qilsa, eng qizig'i aka xalq bopi 50% to'lov qilishsa, 50% rasrochga 24 oyligini hisoblaylik. Ya'ni 50% nech pul to'lov bilan kelishsa, anons bo'ladigan bo'lsa, aka qarang, hozir 226 million 233 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, buni misol 100 qarang, 115 million bilan kelishadi. 115 million bilan kelishadi. Birgalikda qolganini biz 28 oyga chiqarib beramiz. Ya'ni 4 million 40 ming so'm keladi. Tushunarli. 28 oy davomida shunaqa bo'ladi. Mashina ustiga hech qanaqa nimadir qo'shilmaydi. Tanlarga ham o'zicha qoladi. O'sha holatda bo'lib to'lashga olib chiqish to'g'risi nomlarda bo'ladi. o'zing nomiga chiqadi. Eng qizig'i akalar mana shu 50% to'lov bo'lyapti hozirgi kunda. Endi sizlar qo'llab tursa, rasroch muddati yana ham ko'proqqa cho'zishga harakat qilamiz, o'tga taklif beramiz, betamiz. Biz yana qayta so'raymiz biz ham. Nimaga narxni oshirdimi? Endi rasrochga muddatini salgina cho'zib berishdi. Biz so'raymiz, sizlar nomlarini so'raymiz. Sizlar to'lov ko'proq bo'lsa-da, kommentariyga qancha to'lov bilan chiqsa yaxshi bo'ladi. Toshkentda qaysi iloji yo'q akalar. To'g'risida boricha rasrochka muddatini sal uzoqroq qilish kerak. Ya'ni 40% to'lov bilan misol 36 oygacha qilib bersa, menimcha xalqimiz qiynalmaydi. To'g'risi mana o'tgan safar narx oshmasdan oldin 107 million 760 ming so'm to'lov qilinsa, 28 oyga qilindi akalar. Undan oldingisi 24 oyda 4 million 488 ming so'mdan chiqyapti. 28 oyga qilinganda 3 million 947 ming so'mdan chiqdi. To'g'risi 28 oyga olganda 5-6 ta odam oldi, lekin mazza qilib xursand bo'ldi. Mana shu 40% to'lov bilan 36 oygacha rasrochka ochib qo'ysa, jaki uch savdo sanaqa bo'ladi aka. Zo'r bo'ladi. Fikrlar kommentariy yozinglar, to'g'risi albatta kommentariy fikrlar qiziq bizga. Gap yuzi bo'ldi.
biz baribir mijozlar uchun Aha. ishlaymiz, chunki hamma narsa baribir mijozlar uchun. Shunday aka. Endi o'sha narxlari, yo'qsa o'sha mijozlarning o'z takliflari bo'ladigan Aha. bo'lsa, takliflar bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, baribir biz zavodga, bankka Bildiriladi. bildiramiz, ya'ni bu mijozlar taklifini bildirib olamiz. Ha. Shunaqa imkoniyatimiz bor. Bankga takliflari bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir misol fikrlari bo'ladigan bo'lsa, Aha. bemalol kompyuterda yozsalar, shu bo'yicha biz saralab ko'ramiz. Aytilgan gap endi Bunga taklif taklif beriladi. Ya'ni Albatta. yozgan kompyuterlar benima qolmaydi, samara qolmaydi. o'zlariga aloqaga chiqib ham javob beramiz, agar kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariyada ham javob beramiz. O'sha takliflarni hammasini yig'amiz, misol ma'lum muddatda 20 kun ichida yig'ib zavodga Profillarimiz Xorazmga bordi. Xorazm filialimiz Xorazmga chiqdi, fikr oldi xalqimizda. Mana 50% ga rastrojka bekorga ochilmadi akalar. 60%, 70% bilan edi rastrojkalarimiz. 50% bilan 30% bilan o'zini-o'zi ochilmadi akalar. To'g'risi, shu sizlarni yozgan takliflar ham bergan videolar uchun mana shu narsalar bo'ldi. Biz xudo xolasa mana quyoshlar chazima sal pasaysa, yana viloyatga kamandirishni chiqamiz akalar, sizlar uchun ishlaymiz. Sizlar uchun mehnat qilyapmiz. Aytmoqchi bo'lgan narsamiz, biz zavoddan to'g'ri mashina olib, biz ham foyda qilamiz akalar. Lekin bizga birinchi o'rinda sizlar foydalang. Sizlar maza qilsanglar, sizlar yutuqda bo'lsanglar, biz shunga xursand bo'lamiz. Ya'ni Jakimich eng zo'r tanlov deb hisoblayman akalar. biz Tashkent Motors avtosaloni hech qaysi mijozni, taklifini, fikrini e'tiborsiz qoldirmaymiz. Nima bonus berasiz aka shu joyga? Mana shu mashinaga 6 ta bonus. 6 ta bonus. Sir hammasi. Ya sir emasmi? Sir bo'la qolsin, Termoqsin aka. Akalar Pastroylar Telemobillar Toshkentga kelasizlar, bir kun ichida nominglar rasmiylashib olib ketasizlar yoki bo'lmasa 6 ta Tashkent Motorsda filiali bor. Surxondaryo Termizda filialimiz bor, Qashqadaryo Qarshida filialimiz bor, Xorazm Urganchda filialimiz bor. Xo'p, Buxoro filialimiz bor, Buxoro Karvon bozorida ro'parasida, Betartibga ro'parasida filialimiz bor, Navoiyda transport vazirligining oldida filialimiz bor. Va Toshkentda global ofisimiz Grandiga keladigan bir kun ichida nominglarga chiqarib xohlagan viloyatlarga olib ketsalar bo'ladi. Albatta biz Tashkent Motors tutamiz. Biz bittamiz degan odamlarga ishonmanglar akalar. Tashkent Motors o'zi admin kompaniya. Tashkent Motors biz video qilyapmiz. Biz mehnatimiz qadrli holatda bizni avtosalonga borib, bizni video aytsangiz biz xursand bo'lamiz. Sababi bu issiqlarda sizlar uchun mehnat qilyapmiz, sizlar uchun mana yelib yuguryapmiz. To'g'risi zavodga takliflar biz beryapmiz, xohlasa sizlar qo'llab-quvvatlab tursinlar. Hamma ma'lumotlar, hamma nima savollarga ijobiy yechim topadi albatta. Eng qiziq savol, zapchasta muammo bormi yo'qmi? Umuman aynan M3 model bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi zapchasta, ya'ni ishlar qismidan muammosi yo'q. Yuzabnoy, motor, hadovoy, hamma zapchasta bor. Shunaqa narxi ham qimmat emas. Narxi ham qimmat emas. Asli eski narxi 18.500 dollar bo'lgan, hozir ham xuddi shunaqa holatda turibdi. Pastremelar telefonsiz. Shoir aka o'zlar yoki operatorlarga tushasizlar, bemalol ma'lumotni to'liq oylab, grafiklar tashlab berishadi. Kerak bo'lsa, lokatsiyalar tashlab berishadi. Shu lokatsiyalar bo'yicha kelib, mashina egasiga aylanishdan tarafdorimiz akalar. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentarlar qoldiringlar.